Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 5-aprel yakshanba 2026-yil. Mana Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi, jigarlar. Xo'p. Bular aka necha pul bo'lyapti? Donadagi narxni so'rayapmiz hozirgi vaqtda. Bu 50 ming so'm ekan shu donaga. Razmeri nechidan nechigacha bo'ladi? 40 razmergacha ekan. Bunisi-chi? Katta razmerlarimiz 39 dan 44 gacha. 39 dan 44 gacha ekan. Razmeri necha pul bu? Donaga 55 ming. Donaga 55 ming so'm ekan. Bunisi-chi? Buni rasvetkasi? 50 ming so'm. Bu oqti rasvetkasi. Xo'p, mana uchovini narxi bir xil shakliga bir 55 ming, 50 ming. Bular 50 ming so'mmi? 50 ming so'mdan ekan. Bunisi-chi? Katta razmer bizni razmerimiz 55 ming dona. Bular 55 ming so'm donaga ekan. Necha katta razmerligi? 44 gacha. 44 gacha ekan. Bu qoralari necha pul? Shishkami bu? Ulardan dona 55 ming. Katta razmer. Bular donaga 55 ming so'mdan ekan. Xo'p. Bu ham 55 ming so'mligi. 55 ming katta razmerda. Katta razmer. O'ylar 50 ming bo'lsa, kattalarga 55 ming. Padraskovoylari 50 ming so'm, kattalarga 55 ming so'm. Donadagi narxi. Mana karobkalarda ham ko'p oyoq kiyimlar. Katta-kattalardan ko'rsatib qo'ya qolaylik. Mana shishkangiz necha pul? Shishkamiz bular 30 ming so'mlikdan, arzonda. Bular 30 ming so'm donaga. Donalar. Buchi? Krasovkalarimiz 50 ming so'm. Bu 50 ming so'm. Padraskovoy. Mana karobkaning ichida ham bor. Bular shu hali 30 ming so'm. Sizning nomeringiz nechi? 50 ming 50lik 999 1517 da. Bular necha puldan? Bularimiz 40 ming so'm. Bular 40 ming so'mdan ekan. Telefon qilaverasizlar. Endi hozir mana bozor bugun mana boshlandi. Bunda narsalar yoyishyapti. Faqat naqd pulga sotiladi ekan. Kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilinglar.